Xuddi shunaqa chiroyli ananas kesishni o'rganmoqchimisizlar? Hozir men sizlarga o'rgataman. Ketdi! Bu videoni uyda mehmon kutmoqchi bo'lgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Ananaslarimizning shoxlarini olamiz-da, uni ikkiga bo'lib olamiz. Ananaslarimizning shoxlarini yana ikkiga bo'lib olamiz. Xuddi shunaqa qilib, kesib olgan ananasimiz bo'ligini uni dum-dumaloq qilib ichini chiqarib olamiz. Ichini chiqarib olganimizdan keyin uni 4 bo'lakka bo'lamiz. 4 bo'lakka bo'lib turib, uni qattiq o'zaklarini olib tashlaymiz. Kesib olgan bo'laklarimizni ananasdan shoxini uni idishlarga joylab olamiz deb bo'laklarimizni roppa-rosa 3 ta bo'lakka bo'lib olamiz. 3 ta bo'lakka bo'lib olganimizdan keyin xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib xuddi shunaqa terib chiqamiz. Agar videoda ko'rsatilgandek tersangiz juda ham chiroyli chiqadi, ishoning. Aytgancha bizga like bosing, podpiska bo'lib tashab keting. Xuddi shunaqa ananas kesishlarni sizga o'rgatamiz. Buni qarang chiroyliligini. Bay. Bunaqa ananaslarni kesishni qayerdan o'rgangansizlar? Buni go'zalligini qarang. Xuddi shunaqa kesib olgan ananaslarimizni fruktovoy asortimizga qo'ydik. Juda ham chiroyli qilib fruktovoy asorti chiqarishni boshlab yubordik. Fruktovoy asortimizning bitgan joyini ko'rsatamiz sizga, ko'ring, mana baho beringlar. Sizlarning uyingizda ham xuddi shunaqa xizmatlarimizni olib boramiz. Bizga murojaat qilinglar, siz ko'nglingizdagidek chiqarib berishga harakat qilamiz. Juda ham chiroyli bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib keting, podpiska bo'ling.